reanimatsiyada ko'zimni ochyapman. Xuddi o'sha kinolarda ko'rganimizdek tepamda yuragimni pulsini ovozini eshityapman. Nima ekan deb qarayman desam oyoq qo'limni boylab qo'yishgan. Qitir yalang'och ahvolda anaqadaman. Ustimga mato yopib qo'yishgan. Qarayapman, tepamda yuragim urib turibdi. Miya sekin ishlashni boshlayapti. Yon atrofimga qarashni boshlayapman. Doktorlar yuribdi. O'ziga keldi deb shivirlab gaplashishyapti. Ro'paramga qarayapman, xuddi mendagi ahvolda, mendan ham og'irroq ahvolda nafas, kislorod beradigan apparatlarga ulab qo'yishgan odam yotibdi. Meni miyam analiz qilyapti, shu yuzi tanish. Miyam yanada sekin ishlashni boshlayapti. Qarayapman, har kuni men bilan birga iste'molda yurgan, mendan yoshi kattaroq, endi shu ko'chadagi o'rtog'im yotibdi meni ro'paramdagi shu kalavotda reanimatsiyada. U hali o'ziga kelmagan. Bilyapman, uni ahvoli og'irroq. Lekin men bilaman, shu u bilan iste'mol qilmaganman u kuni. Ichimdan uje sekin o'ylayapman. O'lib qolganimda nima bo'lardi? O'sha ahvolimda. Keyin eslayapman, men ko'chada kafedan, restoranda tualetiga kirib, men o'sha ishni tomirimdan iste'mol qilganman.